Mening qaynotam. Kampirsho, yana nima darding bor? Nima gaping bor? Sen bekorga meni uyimga kelmaysan. Qudratovlarni taniysan-a? Qaysi Qudratovlar? Rahmatli Ismoil boboni o'g'li. Ha, poytaxtga ketib boy bo'lib ketganmi? Ha, uni bilaman. Eslayman. O'sha. Agar shaharda ikkita boy bo'lsa, bittasi o'sha. Ha, sen o'zi faqat puldorlarni taniysan. Ha, albatta. Unda eshit. O'sha kishi o'g'lini o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'idan uylantirmoqchi. Mendan yaxshi qiz topib berishni iltimos qildi. Men ularga seni qizingni tavsiya qildim. Mayli, kelsin. Menga shunday qudalar kerak. Kelsin. Xayriyat, rozi bo'lding. Lekin bilasanmi, o'sha yigit avval qizni ko'rishni xohlayapti-da. Yo'q, bo'lmaydi. Iloji yo'q. Nega iloji yo'q? Bo'lmaydi, tamom. Agar bir-birlariga yoqmasa, sharmanda bo'laman. Keyin qishloqda qanday bosh ko'tarib yuraman? Bo'lmaydi, yo'q, kelmasin. Yo'q, men aniq ishonaman, yoqtirib qoladi. Chunki qishloqda Zaynabdek aqlli qiz yo'q. Qancha sovchilar kelishdi, qancha odam Zaynabdek kelini bo'lishni orzu qiladi. Hammasini rad qilding. Nahotki shunday qudaga ham yo'q desang-a? Hozir hech kim qizni ko'rmasdan kelin qilmaydi. Bir marta ko'rishsin, yo'q demagin, a? Ay. Hay, xo'p degin endi. Ha, mayli. Men roziman. Yaxshi. Agar biror narsa bo'lsa, boshing bilan javob berasan. Hammasi yaxshi bo'ladi, menga ishon. Xo'p, mayli. Qani, tarvuzdan ol. O'zimni dehqonchiligimdan. Juda shirin. Emin sarmoya. Dada, qayerga keldik? Bu seni yangi ish joying. Ha. Bugun ochilish marosimiga? Ha. Ha. Kiramizmi? Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, nima gaplar? Rahmat, hammasi joyida. Uzr. Baxtiyor aka, boshliqning xonasi qayerda? Qani yur. Xo'sh, qalay ketyapti? Rahmat, yaxshi. Hammasi joyidami? Ha, aytgan hamma ishlaringizni qilib qo'ydim. Katta xo'jayin. Baxtiyor aka, men endi o'zimni odamdek his qilyapman. Dadam bu ishni oldinroq qilish kerak edi. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Baxtiyor aka, siz tabriklamaysizmi? Muborak bo'lsin. Katta rahmat, tashakkur. Nima ham derdim? Dadamga gap yo'q. Dadam bitta. Qaysi ota? Shaharni qoq markazidan bank ochib, o'g'lini nomiga atab Emin sarmoya deb qo'yadi, ha? Qariydi hozir do'stlarim buni ko'rganidami? Ko'rib qoyil qolishardi. Emin. Dada, keling. Orzuga ayb yo'q.
Ha, dada. 5 yil Amerikada bekorga o'qidimmi? Endi bu kreslo menga yarashadi-da. Baxtiyor. Bu bolaga ish joyini ko'rsat. Tushunmadim, dada. Yana qanaqa ish joy? Bu yer meni ish joyim emasmi? Yo'q, bu seni ish joying emas. Dada. Besh yil Amerikada qiynalib o'qidim. 5 yil. Baxtiyorjon. Bor, ish joyini ko'rsat. Bu bola qachon odam bo'lar ekan, ha? Marhamat. Cho'tiboy aka, yangi shogirdni qabul qiling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana joying. Seni joying. Marhamat. Qani o'tir. Shu yergami? Ha. Kela qol, suv ichib ol. Ol. Keyin o'ynaysan. Ol, ich. Hammasi tugadimi? Sangala, nega keldingiz? Hozir otam ko'rib qoladi. Yur, dadang bilan o'zim gaplashaman. Ko'ramiz nima deydi. Yo'q, to'xtang. Nima qilganingiz bu? Butun qishloqda gap. Seni qaysidir dushanbelik boyga uzatayotganmish. Bu bo'lmagan gap. Qanaqa bo'lmagan gap? Hamma biladi-yu. Shuncha kutganim nima bo'ladi? Qalin puli tayyor bo'lsa, shuncha sabr qildim. Qancha qizlarga uylanmadim, seni kutdim. Sochlarim ham to'kilib ketdi. Otam shuni xohladilar. Men otamga qarshi bora olmayman. Qani yur, otang bilan o'zim gaplashaman. Yur. Yo'q, bormang. Otam meni o'ldiradi. Unda eshit. Otang bilan o'zing gaplashasan, tushundingmi? Xo'p. Seni unga bermasin. Men o'zim senga uylanaman. Senga 2 kun muhlat. Mayli, xo'p. Keldingmi? Qayerlarda yuribsan, bolam? G'imir-g'imirdan oyoqlarimda mador qolmadi-ku. Kechasi og'riqdan uxlolmayman. Tezroq uylan, uyimizga kelin kelsin. Nevaralarim hovlida o'ynab yurishsin. Men ham otang ham qarib qoldik-ku axir. Topganman. Kim ekan? Zaynab. Zaynab? Kim o Zaynab? Haytal akani qizi bor-ku. Ha. Haytalani qizi? Ha? Haytalani qizi. Senga boshqa qiz qurib ketganmi? O'zingizni bosing. Nega bunchalik asabiylashasiz? Har tugilay, yaxshi qiz bo'lsa, men uni bolaligidan bilaman. Sen uni bilasan. Men otasini yaxshi bilaman. O'g'limiz otasi bilan yashamaydi-ku. Yo tavba, o'g'lingiz shu qizni sevar ekan. Nima deganingiz bu? Bolajonim,
Anu kuni Hadichani uyda o'tirganimizda kimdir aytdi, yaqinda u qizga bir boy yigitdan sovchilar kelarmish. Ha, aytishlaricha ular rozi ekan. Ha, shunaqa gaplar eshitib qoldim. Bu Yo'q, onajon, men hozir Zaynabning oldidan keldim. ha, Bu bo'lmagan gap ekan. yaxshi. Unda ertaga sovchilikka Men boramiz. rozi emasman. Men bormayman. Bo'ldi qilinga. O'zingizni qo'lga oling. Bolajonim, ovqatingni yeb olgin, sovib qoladi. Xo'p, hozir mollarga qarab kelay. Tavba, ovqating sovib qoladi-ku bolajonim. Xo'p, hozir. Otasi yaqinroq keling. Faqat asabiylashmang. Meni yaxshilab eshiting. Bizni yolg'iz farzandimiz bor, shu yolg'iz o'g'limiz shu qizni yaxshi ko'ribdi. Otajonisi, xo'p deng. O'zimizni yoshligimizni eslang. Devordan yiqilganingiz esingizdami, a? Qo'ysangchi, Tavba. xotin. Bo'pti, men roziman. Ay, xayriyat-e, ko'nglimni ko'tardingiz. Otajonisi, o'zim aylanay sizdan. Boringizga shukr. Ovqatingizga qarang. Xo'p. Qani oling, oling. Qani oling ovqatdan. Haytali. Ha, Haytali. kelavering. Ay. Keling, bu yoqdaman. Hay dadasi. Haytali-yu. Yurmaysan, o'zing yur. Jahlingiz chiqmasin. Yur dedim. Kim o'tiring? O'zi nimaga keldingiz biz bilan? Keldim-da. Mehmonlarni qabul qil. Kelinglar. Kelaveringlar. Erkatoy o'g'ling qani? Uyg'otdim, hozir chiqadi. Hammaga xayrli tong. Senga ham. Xayrli tong dadajon. Barakalla. Qalaysan? Rahmat, o'zingizchi? Yaxshi. Choyni uzatib yuborasizmi? Onasi, Labbay. o'g'ling endi uylanadi. Kampirsho, qalay saharlab qayerdan kelyapsan? Yo tushingga kirdimmi? Haytalijon. Shu seni kun bo'yi o'ylasam ham, hay tushimga kirmaysan-da. Ko'p gapirma, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ana Zuhraxon, qani o'zing gapir. Siz boshlang. Dadasi, boshlang. Yo. Assalomu alaykum. Xush Va alaykum kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Qizim, yaxshimisan? Rahmat xolajon, o'zingiz yaxshimisiz? Mana ko'k choy damladim. Rahmat qizim, rahmat. Otajon, nima ovqat qilay? Ertalabdan kim ovqat yeydi? Bular choy ichib kelishgan. Bor ishingni qil. Tushunmadim, uylanish. Ha, Sen uylanasan, gap tamom. Bu hazilmi? Hazil emas. Dada, men bunga hali tayyor emasman. 26 ga kirding, qachon tayyor bo'lasan, ha? Nega kulasan? Yo'q, dada. U ma'noda emas. Haligi aytmoqchimanki, orzularim ko'p, hali katta maqsadlarim bor. Haligi karyera qilmoqchiman. Bilamiz sen qanaqa karyera qilishingni. Qayerlarda yurasan? Kechasi qayerlarga borasan? Oyi, nima? xo'p. Vaqti kelsa uylanaman. Hozirgi kunda ko'chaga chiqib duch kelganiga uylanib bo'lmaydi-ku. Qizni qidirish kerak, topish kerak, hammasiga vaqt kerak. Qiz tayyor, o'g'lim. Qanaqasiga tayyor? Kelin dadangni qishlog'idan. Qishloqdan? Ha, qishloqdan. Peshonam buncha sho'r bo'lmasa. Shaharda qiz qurib ketganmidi?
Shahar pahar degan gap yo'q. Meni qishlog'imdan uylanasan. Gap tamom. Akajon, sizda go'zal bir qiz bor. Bizda yigit bor. Haligi shu yoshlarni boshini qo'shib, bir chiroyli to'y qilib, xursandchilik qilsak, shunga nima deysiz? Kampirsho, men tushunmayapman. Hay Hayitalijon, ha endi qizi bor uyga sovchilar keladi-da. Bular yuring deyishdi. Men ham olib kelaverdim. Sangaligami? Ha, Sangalijonga. Ha. Endi to'g'risini aytsam, men qizimni qishloqqa bermayman. Qishloqning ishi og'ir. Hay, biz ham o'zimizcha kelmadik. Bizni o'g'limiz sizni qizingizni sevadi. Ular uchrasharkan. Nima? Sen nega menga aytmading? Men bilmagan edim. Mayli. Men uylanaman. Lekin shartim bor. Nima sharting bor? Men birinchi qizni ko'rishim kerak. Ay, albatta ko'rasan o'g'lim. Shunaqami? Akamni kelinni bir marta ko'rishga haqqi bor. Qiz oldin menga yoqsin. Keyin ko'ramiz. Alo. Baxtiyor. Qayerda yuribsan? Ha, yaxshi. Unda eshit. Ertaga men bilan birga qishloqqa borasizlar. Bu gap qayerdan chiqdi? Meni qizimni badnom qilma, tushundingmi? Qizimni har bir qadami nazoratim ostida. Men tuhmat qilmayapman. Butun qishloq biladi. Sizni qizingiz o'g'lim bilan anchadan beri uchrashib yurishadi-ku. Agar meni qizim shunaqa bo'lganda, eshigimni tagiga o'nlab sovchilar kelmagan bo'lardi. Mana Kampirsho tirik guvoh, shu yerda o'tiribdi. Voy-vo, buncha qizingizni maqtadingiz. Meni qizimday qiz yo'q. Qizim qishloqda yakka-yu yagona. Men o'g'lim ham qishloqning eng oldi yigiti. Meni qizim sizlarning o'g'lingiz bilan uvol bo'ladi. Tushundingizmi? Bermayman. Meni o'g'lim bermayman. bo'lsin-ma, bir-birlarini yoqtirishlarini bilsagam-a, sevishadi. Bas qiling. Bas, sizni qizingiz meni o'g'limga munosib emas. Qani ketdik, tur. Bor ket. Sizni qizingiz munosib emas o'g'limga. Tushundingizmi? Seni qizing munosib emas. Yaqashtir, bor ket. Satqay odam ketingga. Yur tez. Yo'qollaring uyimdan. Ertaga emas. Hech bo'lmasa bir oy o'tsin. Men ozroq o'zimga kelib olay. Ko'p gapirma. Bo'ldi. Qarorim qat'iy. Uylanasan. Nimada boraman? Hech bo'lmasa mashina olay. Qaysi pulingga olasan? To'g'rirog'i siz olib bering dada. Keyin boraman. Singlingni mashinasida borasan. Ana. Senga o'xshagan singlim bo'lsa, dushmanning ham keragi yo'q. Qayerga? Ishtaham yo'q. Borib o'rtoqlarimni to'yga aytay. Ijozatingiz bilan. Tayyor turing aka. Dadasi, unchalik emasdi. Hoy, seni maqtagan qizing xuddi qiltiriq kalta kesaga o'xshab bir chelak suvni ko'tarsa oyog'i qaltiraydi-ku, a? Seni qizingni kim ham olar edi? Olma, kim ol dedi? Satqayi meni qizim bo'lsin. Nima ishing bor? Qizim meniki, tushundingmi? Meni qizim. Qizini jon deb beradi. Tushunib qo'y. Meni qizim o'zimniki. Sen odam emassan. Nima deysan? Seni nima ishing bor? Nima deysan? Yo'qol uyimdan. Hay, Hayitali, o'zingni bos. Tagi past. Dada, akamni kayfiyatini tushirib yubordingiz. Nega akangni kayfiyati tushar ekan, ha? Sen aralashma. Agar kerak bo'lsa, sen ham turmushga chiqasan. Tayyorgarligingni ko'r. Asal qizim o'zim. Hayitali, butunlay odamgarchilikdan chiqib ketibsan. Nahotki bir piyola choy ham bermasanga, bu nima qilganing? Kampirsho, bunday mehmonlaringga choy uvol. Men bir qultum ham choy bermayman. Satqayi odam keti. Hayitali, uyalmadingmi? Borishingni qil, Kampirsho. Zaynab, bu yoqqa kel.
Labbay. Nega buncha choy solding? Achitib, shuncha choyni zoya qilding. Sen qizni esing joyidami? Shoshma. Menga qara. Shu gap rostmi? Sen hali sangali mo'ylov bilan gaplashyapsanmi? Ko'zimga qara, rostmi shu? Sen meni sharmanda qilmoqchimisan? Ha? Boshingni ko'tar, ko'tar boshingni. Hozir boshingni urib yoraman. Yo'qol ko'zimdan. Ko'zimga ko'rinma, tushundingmi? Hozir boshingni yo'qol ko'zimdan. Bor yo'qol. Assalomu alaykum. Salom. Gaplashadigan gap bor. Ana bu yerda magazin ochilyaptimi? Ha, nimadir ochishyapti. Ha, Kofe yoki biror nima ichasiz? yo'q, bu yoqqa kel. Muhim gapim bor. Meni ham muhim gapim bor. Keling, birinchi men aytay. Nima gap? Ha, mayli, siz birinchi ayting. Bilasanmi? Men bu gapni ancha oldin aytishim kerak edi, lekin vaqtim bo'lmadi. Juda muhim gap. Amira, men uylanyapman. Uylanyapsiz? Ha. Men o'zim xohlab emas, ota-onam majburlab uylantirishyapti. Tushunyapsanmi? Necha marta yo'q dedim, tushunishmadi. Bilasan-ku, haligi men dadamning gapini ikki qila olmayman. Dadamning gapi men uchun qonun. Mayli, men tushunaman. Men u qizni yaxshi ko'rmayman. Ko'ngling to'q bo'lsin. Men faqat seni yaxshi ko'raman. Darhol u qiz bilan ajrashaman, xo'p? Faqat ota-onam uchun. Uylanyapman xolos. Xo'p? Siqilmagin, xo'p? Xo'p. Ertalab qizni ko'rishga boraman. Ish ko'p, to'y taraddudi. Kuzatma. Bo'pti, o'zim ketaman. Xo'p, Emin. Emin. Kech kelsa ham Arslon kelsin.
Oho, kech qolding-ku, brat. Kimlarni ko'ryapman? Farishon xotir ko'rinasan. Bolalar ahvol chatoq. Panda, labay. Shu yerdan o'zimni tashlasam o'lamanmi? Hech narsa bo'lmaydi. Nima, jiddiyroq muammoing bormi? Bu yerdan tashlasam-chi? Bu yerdan esa umuman. Men bu harakatlaringni bilaman. Menimcha jiddiy muammoing bor. Voy. Nima darding bor, gapir. Hayotimda bunday muammoga duch kelmagan edim. Nima qilishni bilmayman. Qiziq bo'ldi-ku bu yog'i. Barchamizga qiziq. Gapir jigar. Gapiraman, lekin bir shart bilan. Kulmaysizlar. Bo'pti. Xullas, yaqin kunlarda men uylanyapman. Bu yaxshi. Ko'rdingmi? Ishqilib Amiraga uylanyapsanmi? Yo'qda, Amira emas, boshqasi. Dadam umrimda ko'rmagan uzoq qishloqdan, o'zini qishloqdan bir qiz topibdi. Endi shu qizga uylanasan, gap tamom deb turib olganlar. Agar uylanmasam, sendan boshlaymiz. Nima maslahat berasan? Tasavvur qil, sen meni o'rnimda bo'lsang nima qilasan? Men seni o'rningda bo'lganimda uydan qochardim. Bu fikring bo'lmadi. Panda? Labay, bu hayotda men sendan biror marta maslahat so'ramaganman. Men har kimga maslahat bermayman. Bilaman, yaxshilab o'ylab, o'zing aqlli maslahat ber, iltimos. Meni hayotim jarlik yoqasida. To'g'ri. Bitta zo'r fikr bor. Xo'p. Ikkalasiga ham uylan. Nega kulasan? Noto'g'rimi? Dadamni bilasan-a? Bu fikrni kim berganini bilsa, birinchi o'shani ko'madi, keyin esa meni. Mayli. Necha yildan beri Amira bilan gaplashyapsan? Yaqinda 4 yil bo'ladi. Xo'sh, uydagilaring biladimi? Yo'q. Kallavaram. Qishloqli qizga uylansang, u ota-onangni xizmatini qiladi. Aqlim yetmayapti qanaqasiga? Qishloqni qizi uy uchun, ota-onangni xizmatini qilish uchun. U bilan yurasan, bu bilan yashaysan. Ana fikr u, mana fikr. Rahmat panda. Meni bekorga panda deyishmaydi. Kallang ishlashini bilardim. Xo'sh, Yusuf. Sen nima do'stona maslahat berasan? Dadangni o'zing bilasan. Bir ishni aytdimi, shu ishni qiladi. Lekin men Amiraga achinyapman. Xayriyat, 10 marta, 100 marta telefon qildim. Telefoningiz uyda qolganmidi, oyijon? Ha, bolam. Biz amakinikiga kirgandik. O'tirib qoldik. Kech bo'lib ketdi. Ha. Nima bo'ldi? Hal bo'ldimi? Rozi bo'ldimi? Rozi bo'lmadi, o'g'lim. U qizni unut. Senga boshqa qiz topamiz. Ha, unut uni. Bu bo'lmaydigan ish. Rozi bo'lishmaydi. Bolam, qayoqqa ketyapsan? Hozir kelaman. Qayoqqa ketdi? Bu bolaga tushuntira olmaysan-da. U qizdan boshqasi qurib qolganmi? Qishloqda shuncha aqlli qizlar bor-ku. Mana. Haytal aka! Haytal aka! Haytal aka, bu yoqqa chiqing. Hoy, nima gap? Hozir. Ha, bola, tinchlikmi? Sangali, nima? Eshikni sindirmoqchimisan? Ha? Bugun ota-onam kelishdi. Nima uchun Zaynabni menga bermadingiz? Tavba, sen o'zing kimsan? Meni qizim qayerda-yu, sen qayerda, ha? Haytal aka, siz u boylardan umidvor bo'lmang. Sizni qizingizni men baxtli qilaman. Tushundingizmi meni? Men qanday baxtli qilasan? Seni nimang borki baxtli qilasan? Shu holingami? Bu turishingni qara. Bu nima ahvol?
Bor ket, jo'na, uyingga bor. Qiynama meni. Hammasi o'sha qalin pulini debmi? Boring ko'ring. Meni o'g'lim, qo'y va buqaga liq to'la. Hammasini sotib pulini beraman, yuring. To'xta. Yuring. O'sha mol holing bilan ikkala buyuragingni qo'shib sotsang ham qalin pulini bera olmaysan, tushundingmi? Shuning uchun bu yerdan sekingina tuyog'ingni shiqillat. Siz baxtni faqat shu mol davlat bilan ko'rasizmi? Yana nimada ko'ray? Siz odam emas ekansiz. Faqat sen odamsan. Boring. Rahmat, o'sha odam sen. Bir paytlar rahmatli onam aytgandilar. Bolam ko'rpangga qarab oyoq uzat deb. O'sha mol holingga qarab yuraver, senga xotin uvol. Yana meni qizimga uylanarmish. Tavba qildim. Esi joydami bu bolani? Baxtiyor aka, keling. Ortga qaytaylik. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Uylari qulf ekan, hech kim yo'q ekan deb aytaman. Bo'ldi. Xo'sh, nima deysiz? Bo'ladimi? Tavba, qanaqa qilib bu yo'ldan tez haydash mumkin? Lekin mashinaga achinyapman. Dadamga ham hayronman. Bizni rosa sarson qilib qayerga jo'natdilar? Shahar to'la qiz bo'lsa. Ha? Baxtiyor aka, xohlaganingni tanla. Hamma bizga qizini berishni orzu qiladi. Bitta qiz uchun shu yerga kelish shartmikin, ha? Xuddi yer sharini bir chekkasiga kelib qolganga o'xshayman. Bu qishloq dadangni ota yurti. Ota yurti. Nega men esla olmayman? Menimcha birinchi marta kelishim. Bolaligimda kelgan bo'lsam esimda qolardi. Seni balki esingdan chiqqandir. Bolaligingda bir necha marotaba kelgansan, yashagansan. Men, bilasanmi? Bu yerga kelishimizga sababchi rahmatli bobong. Bobom? Ha. Bobong juda mard va uzoqni ko'ra oladigan inson edi. U kishi dadangga har doim nasihat qilardi. O'zing tug'ilib o'sgan qadrdon qishlog'ingni unutmagin deb. Tushundingmi? Endi tushundim. Kimni gapidan keyin bu ishlar bo'layotganini. Bobojon. Tashakkur sizga. Yolg'iz o'g'il bo'lish qanchalik qiyin. Hamma muammolarni o'zim hal qilishim kerak. Qaniydi ukam bo'lganida. To'g'ri ketyapmanmi? To'g'riga hayda. Bo'ldi. Qani endi bora qol. Xolajon, qanday qilib boraman? Uyalaman. Savoliga javob berasan, bo'ldi. Qani bora qol. Xudoyim, shu qizni ilohim baxtini bergin. Allohim amin. Allohu akbar. Hay. Alo? Jonim mana. Vaqtida qo'ng'iroq qilding. Zerikib turgandim. Ha, yetib keldik. Ishon, zo'rg'a yetib keldik. Xayolimda Marsga mashinada keldim. Yo'q, hali ko'rishmadim. Kelsinchi ko'ramiz. Birorta badbashara bo'lsa kerak. Hozir kelsa, sekin damini berib yuboraman. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Bu o'pib qolaman. Telefonni yeb qo'ymang. Sal turib qilaman. Salom. Assalomu alaykum. Mag'rurman-de. Kamiga kechikding. Nima siz repermisiz? Reper?
Reperga o'xshaymanmi? Bilmadim-u, shu reperlar keng kiyim kiyishadi. O'lchamini topolmaydimi nima balo? Ha, axir sen bu kichkina kallachang bilan qayoqdan ham bilarding moda nimaligini. Buni stil deyshadi. Stil oversize, tushundingmi? Buni shaharliklar bilishadi. Senga dala bo'lsa, o't o'lan bo'lsa, suv bo'lsa, o'tin bo'lsa, tezak bo'lsa, sen bechora qayoqdan ham bilarding. Buni manmanlik desa ham bo'ladi. Bu manmanlik emas. Haqiqatni aytdim. Quloq sol. Meni vaqtim yo'q. Bu yerga kelib laqillab aylanib yurishga. Tushundingmi? Dadamni gapi uchun rozi bo'ldim. Seni ko'rishga. Dadamni haq hurmati uchun keldim. Sen hozir uyingga borib, otangami, onangami farqi yo'q. Kirasan, tushuntirasan, men u bolaga tegmayman, yoqmadi deb biror bahona topasan. Muhimi to'y bo'lmasin. Rahmat akajon. Ishimiz ko'p. Ishingiz ko'p, vaqtingiz yo'q, ha mayli. Xullas, bizni uyimiz, sizni uyingiz. Qachon kelsangiz, eshigimiz hamisha ochiq. O'z uyingizday bemalol. Mashina kimniki mashina? Nasib qilgan bo'lsa kelamiz. Bo'lajak kuyovingizni mashinasi. Kuyovni mashinasi? Kuyovni mashinasi deng. Xullas, shunday ish qilginki, men bu qishloqqa boshqa qaytib kelmay. Asablarim chidamaydi. Tushundingmi? Ana endi meni eshiting. O'zingizcha shaharlikman, pulga hamma narsani sotib olaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Men sizni ushlab turganim yo'q. Menga boshqa bunaqa gapirmang. Sure.